Abdulla Qahhor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. Anor. Uylar to'la non, och-nahorim bolam. Ariqlar to'la suv, tashna-izorim bolam. O'tmishdan. Turobjon eshikdan hovliqib kirar ekan, qalami yaktagining yengi zulfiga ilinib, tirsakkacha yirtildi. Uning shashti qaytdi. Jo'xori to'yayotgan xotini uning qo'lidagi tugunchani ko'rib, kelisopni kelinning ustiga qo'ya chopdi. Kelin lapanglab ag'anadi. Chala tuyulgan jo'xori yerga to'kildi. Turobjon tugunchani orqasiga bekitib tegishdi. Akajon degin. Akajon, jon aka. Nima berasan? Umrimning yarmini beraman. Turobjon tugunchani berdi. Xotini shu yerning o'zida eshik oldida o'tirib tugunchani ochdi-da, birdan bo'shashib ketdi. Va sekin boshini ko'tarib eriga qaradi. O'z qilmishiga gerdayib turgan Turobjon uning ko'zini jiqqa yosh ko'rib, "Nima ekanini bildingmi?" dedi. "Asallarning uyasi, turgan bitgan asal. Mana, siqsang asal oqadi. Bunisi oq mum, harom emas, shimsa ham bo'ladi, chaynasa ham bo'ladi." Xotin yengini tishlab bir nuqtaga qaragancha qoldi. "Yo qudratingdan ishonmaydi-ya", dedi Turobjon keltirgan matoini titkilab. "Mana, chaynab ko'r. Ko'rgin, bo'lmasa undan keyin degin." Turobjon qizardi. U bir zamon betob o'rtog'ini yo'qlab kelgan tarvuzini bemaza chiqqan bo'lsa kerak, sigirning oxirida ko'rib, shunday xijolat bo'lgan edi. Hovli yuzida aylanib yurgan oqsoq mushuk to'kilgan jo'xorini iskab ko'rdi. Ma'qul bo'lmadi shekilli. Turobjonga qarab shikoyatamiz, "Miyav" dedi. "Tur, jo'xoringga qara. Uni ko'r, mushuk tegdi." Xotin turayotib baralla yig'lab yubordi. "Bu yo'lni ko'r, qanday balo ekan? Odamlardek bulutdagi tuzga, kesakka boshqaroq bo'lsam-chi?" Turobjon do'ppisini boshdan oldi va qoqmoqchi bo'lganida ko'zi yirtiq yengiga tushdi. Yuragi achidi. Endi 3-4 suv yuvilgan yangigina yaktak edi. "Axir boshqarong'i bo'l, evida bo'l-da", dedi do'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. Anor, bir qadoq anor falon pul bo'lsa. Saharmardondan suv tashib, o'tin yorib, o't yoqib bir oyda oladiganim 18 tanga pul. Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa, er-xotin tek qolishdi." Xotin jo'xorini tuyib bo'ldi. Uni kelidan tog'orichaga solayotib to'g'riladi. "Havosga anor yeydi deysiz shekilli." "Bilaman, axir nima qilay? Xo'jayinimni o'ldirib pulini olay. O'zimni hindiga garovga qo'yaymi? G'alatimisan o'zing." Xotin ovqatga unnadi. Erining "boshqarong'i bo'l, evida bo'l-da" degani unga juda alam qildi. Hovliga keldi, o'pkasi to'ldi. Ovqat pishdi. Qozonning zangi chiqib qoraygan ko'chaga qatiq ham rang kirgizolmadi. Turobjon 2 kosa ichdi. Xotini esa halus bir kosani yarimlatolmas edi. Uning imillashini ko'rib, Turobjonning ko'ziga negadir oqsoq mushuk ko'rindi. Mushuk yirtilgan yengini esiga tushirdi. Avzoyi buzildi. Uning avzoyidan esiz jo'xori, qatiq, o'tin degan ma'noni anglab olgan xotin ko'ngli tortmasligiga qaramasdan kosani bo'shatdi. Ammo darhol tom orqasiga o'tib ko'zlari qizargan, chunki tomirlari chiqqan holda qaytdi. "Hali tug'ilmagan bolani yer yutkur deding-a", dedi Turobjon borgan sayin taqib. Xotin indamay dasturxonni yig'ishtirib oldi. Qozonga suv qo'yayotib, eshitilar-eshitilmas dedi. "O'sha asalning puliga anor ham berar edi", dedi Turobjon zaharxanda qilib. "Anor olmay asal oldim." "Albatta berar edi. Albatta anor olmay asal olgansiz." Mana shunday vaqtlarda til qotib og'izda aylanmay qoladi. Mabodo aylansa mushukning xizmatini qiladi. "Ajab qildim", dedi Turobjon titrab. "Jigarlaring ezilsin." Bu so'z unga qanday ta'sir qilganini faqat boshqarong'i xotingina bilardi. Turobjon bu gapni aytdi-yu, xotinining ahvolini ko'rib, achchig'idan tushdi. Agar izzat nafs qo'ysa, hozir borib uning boshini silar va
Qo'y, xafa bo'lma, jahl ustida aytdim, der edi. Kishining yuragini qon qilib yuborasan, dedi anchadan keyin. Nainki men asal olsam, asal otliqqa yo'q, hali biz piyoda-ku. Xo'jayinga bir oshnasi sovg'a qilib olgan ekan. Bildirmasdan o'zidan so'rab ozrog'ini oldi, o'zi berdi. Tansiq narsa. Xursand bo'larmikansan debman. Yo, tansiq emasmi? Umringda necha marta asal yegansan? O'zim bir marta yeganman. Shokir xo'ja qandolatchi asal qiyom qildirayotganda qozoniga ammamning jo'jasi tushib ketgan. Shu jo'jani yalaganman. Turobjonning bu so'zlari xotinning qulog'iga notayin bir g'ildirash bo'lib kirar edi. Uning Turobjon bilan uy qilganiga 3 yil bo'lib kelayotir. Nazarida bu odam 3 yildan beri g'ildirab kelgan. Hozirgisi shuning davomida edi. Ittifoqo, bu kun nima bo'ldi-yu? So'zini ravshanroq aytdi. Jigarlaring ezilib ketsin, dedi. Olamda uning suyangani eri birdan bir orzusi Anor edi. Birdaniga har ikkisi ham yo'qqa chiqdi. Xotin uyga kirib ketdi. Anchadan keyin darchadan xira sho'la tushdi. Turobjon ham kirdi. Xotin darcha yonida bir tizzasiga boshini qo'ygan, qoramtir kulrang osmonga qarab o'tirar edi. Turobjon tikka turib qoldi. Tokchadagi 5-chiroq pixillab yonar. Uning atrofida katta bir parvona aylanar edi. Turobjon ham darcha yoniga o'tirdi. Shipning qayeridir qirs etdi. Qayerdadir kaltakesak chirqilladi. Turobjonning qulog'i jing'illadi. U ham osmonga, xira yulduzlarga qaradi. Masjiddagi keksa baqaterak orqasidan ko'tarilgan qizg'ish o't ko'kka olovli iz qoldirib, juda yuqoriladi va go'yo osmonga urilgandek chilparchin bo'lib pop etdi. Mushak, dedi Turobjon. Mullajon qozining bog'ida. Mullajon qozi beshik to'yi qilgan. Xotin indamadi. Shahardan to'ralar ham chiqqan, dedi Turobjon yana. Xotin yana indamadi. U Mullajon qozining bog'ini ko'rgan emas, ammo ta'rifini eshitgan. U bog'ni ko'z oldiga keltirib ko'rdi. Bog' emas, anorzor. Anor daraxtlariga anor shig'il, choynakday bo'lib osilib yotibdi. Bitta mushak 3 miri, dedi Turobjon. 100 ta mushak otilsa, bittangadan 100 tanga. 1 miridan kam 75 tanga bo'ladi. Er-xotin uzoq jim qolishdi. Turobjon og'zini katta ochib, ham esnadi, ham uf tortdi. Ma, buni tik, dedi u yaktagini yechib. Ma, xotin yaktakni olib yoniga qo'ydi. Aftidan hozir tikmoqchi emas edi. Bo'l, dedi Turobjon bir pasdan keyin. Ol, senga aytyapman. Ha, buncha turtpasdan gapira bering, tikib qo'yarman. Buncha qistob. Turobjonning tepa sochi tikka bo'ldi. Hay, sening dimoq firog'ing kimga? Xo'sh, nima deysan? Men sizga bir narsa deyapmanmi? Tikib qo'yarman. Har narsaga ro'zg'or achchiq bo'la bersa, qiyinroq bo'lar, dedi Turobjon yaktagini kiyib. Kambag'alchilik o'lsin. Xotin bu gapni shikoyat tarzida aytdi, ammo Turobjon buni ta'na deb tushundi. Nima? Men seni olganimda kambag'alligimni yashirganmidim? Erka boyga o'xshab chimildiqqa birovning to'ni, kavush mahsisini kiyib kirganmidim? Bunday armoning bo'lsa, hali ham serpulroq odamga teg. 2 ta anor uchun xotiningizni serpul odamga oshingani yaling. Bu gap Turobjonning hamiyatiga tegdi. Jigarlaring ezilib ketsin. Degani xotiniga qancha alam qilgan bo'lsa, bu gap Turobjonga shuncha alam qildi. Hoy, anor olib bermadim, dedi Turobjon mayin tovush bilan. Ammo bu mayin tovushdan qo'rqqulik edi. Sira anor olib kelmadimmi? Yo'q, dedi xotini birdan boshini burib. Turobjonning boshi g'ovlab, ko'zi tindi. O'tgan bozor kuni yegan anoringni o'ynashing olib kelganmidi? O'ynashim olib ketgan edi. Turobjon bilolmay qoldi. Xotinining yelkasiga tepib, so'ngra o'rnidan turdimi yo turib keyin debdimi? O'zini obrazning oldida ko'rdi. Xotin rangi oppoq, ko'zlarini katta-katta ochib unga vahimali nazar bilan qaradi va boshini chayqab pichirlar edi. Qo'ying,
Turobjon uydan chiqib ketdi. Birpasdan keyin ko'cha eshigi ochilib yopildi. Xotin uzoq yig'ladi. Eriga qattiq gapirganiga pushaymon bo'ldi. O'zini qarg'adi. O'lim tiladi. Yig'idan tolib tashqariga chiqdi. Qorong'i. Uzoq yaqinda itlar hurar edi. Ko'chaning eshigi ochiq. U yoq bu yoqqa qaradi. Jimjit. Guzar tomonda faqat bitta chiroq miltillar edi. Samovarlar yotgan. Qaytib uyga kirdi. Tom orqasida xo'roz qanot qoqib qichqirdi. Ko'cha eshigi ochildi. Xotin to burilib qaraguncha Turobjon katta bir tugunni orqalab kirib keldi. U tugunni uyning o'rtasiga tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yumalab ketdi. Bir nechasi obrisga tushdi. Turobjon xotiniga qaradi. Uning rangini ko'rib, xotin qo'rqib ketdi. U qadar oqargan. Turobjon o'tirib peshonasini ushladi. Xotiniga ko'rib oldiga keldi va yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Qayoqqa bordingiz?" dedi endi. "Nima qildingiz?" Turobjon javob bermadi. Uning vujudi titrar edi. 1936-yil